Yoz mavsumida ginekologik kasalliklar nima uchun ko'payadi? Chunki yoz mavsumi bu juda ham issiq va albatta bakteriyalar yashashi uchun qulay sharoit tug'dirishimiz bilan turli xil kasalliklar kelib chiqishni boshlaydi. Ya'ni biz yozda basseynlarda, hovuzlarda, umuman suv havzalarida cho'milishlarga boramiz. Bu cho'milish vaqtida ho'l kiyimlarda uzoq vaqt yurishimiz mumkin. Mana shular sababli ham. Bundan tashqari kiyib yurgan kiyimlarimiz qalin bo'lsa, sintetik matolardan bo'lsa va albatta ayollarimiz ishlatadigan prokladkalar sintetik bo'lganligi sababli ham yoz mavsumida shamollashlar, turli xil ginekologik kasalliklar biroz ko'proq uchraydi. Buni oldini olishimiz uchun albatta shaxsiy gigiyena qoidalariga to'liq rioya qilishimiz kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda umuman suv havzalarida cho'milishga borganda albatta turmushga chiqqan ayollarimiz cho'milishdan oldin qiniga maxsus tamponlar kiritish tavsiya etiladi. Cho'milib bo'lgandan keyin ho'l kiyimlarini almashtirib, quruq kiyimlar kiyib yurish tavsiya qilinadi. Basseynlarda cho'miladigan bo'lsa, albatta har bir qiz bola cho'milishdan oldin va cho'milishdan keyin toza dushda cho'milib, keyin suvga tushish tavsiya etiladi. Shunda ham o'zini, ham o'zi bilan birga cho'milayotgan odamlarning sog'ligini himoya qilgan bo'ladi.